Ikkinchi xotinlik bu qog'ozga o'ralgan o'ynashlik. Hamma yukka o'zida tortadigan ayollar ko'p. 3-4 bolali bo'lgandan keyin erlari 2-3, 4 xotin olgan. Chunki uyga keladi deb o'tda mas'uliyat ko'p. Er keladi, menga shirin gapirmaysan, qatdan shirin gapirsin. Bechora shuncha dardi bor. Bolasi kasal bo'ladi, o'zi kasal bo'ladi. Osh-ovqatiga qarash kerak, bog'cha maktabiga qarash kerak. Erkak ham mas'uliyatni olib yordam bering, shu xotinimga demingdi-da. Puli ko'p bo'lsa, ikkinchi xotinga emas, enaga olib bersin, xotiniga, bolalariga qarashi uchun. Restoran, kafega o'ynashini emas, xotinini olib borsin. O'sha mehri xotini ham beradi vaqti bo'lganda, kuchi yetganida. Mana bitta qizim bor, juda ham chiroyli qiz. Ya'ni 3 bolasi bor demaysiz. Suitsidal holatda keldi. Turmush o'rtog'i bir nechta xotin olgan ekanda, ikkinchi xotin qilib. Qiz o'rangan, tabiiy holat, dinga berilishgan, lekin din bunaqa bo'lmaydi. Mana nazdimda sen menga ruxsat berishga majbursan. Shundan qilib 2-3 xotinni qo'yib yuborgan. O'sha qiz 3 bolasini o'zi eblaydi, uyini o'zi tortadi. Eri kelib ketadi, yoqqa ketadi o'ynashinikiga. Qizlar xafa bo'lishmasin, 2-3 xotin ruxsat berilgan deb ko'pchilik hozir qizlarda ham modada. Pulini berishsa, mashina uy olib bersa, hammaligi rozi bo'lishyapti. O'sha yerda o'zligini yo'qotib qo'yishyapti, kimligini yo'qotib qo'yishyapti.